Mayli, yaxshi o'tiringlar. Otajonisi, pul bering, ertaga do'konga borib ko'ylak olmoqchi edim. Yaqinda olmadingmi? Yana olmoqchiman. Bu kamlik qiladi. Hammasi bor. Rahmat, otajonisi, pullaringiz ko'p bo'lsin. Oyjon, kecha o'g'lingiz menga yangi kiyimlar olgin deb pul beruvdilar. Qarasam hammasi yap-yangi ekan. Keling shu pullarga sizga chiroyli ko'ylaklar, ro'mollar olamiz. Menga kerak emas, o'zingizga ber, o'zingizga oling, bola. Oyjon, iltimos, yo'q demang, yuring, bugunoq borib olamiz. O'zimni asal kelinimdan aylanay, mehribon kelinimdan o'rgilay. Qani, ketdi, yuring bo'lmasa. Yuring. Onalarning eng go'zalligi, eng go'zal sovg'a. Buni kim olib keldi? Ertalab o'g'lingizga aytgandim, buyurtma bergan ekanlar, darrov yetkazib berishdi. Sizga ilindim, oyjon. Voy jonim bolam, ey, o'zimni asal qizi, mehribonim. Oyjon, siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat qizim, rahmat. Bo'lib qoldingmi? Ha, hozir. Soat 8 ga joy aytib qo'yganman restoranga. Otajonisi, oyjonimlarni ham olaylik. Ikkalamiz boramiz deganding-ku. Oyjonimlar ham borsa juda ham boshqacha bo'lardi. Hammamiz maza qilib, o'tirib, gaplashib, aylanib kelardik. Tushunarli. Mayli, unda oyimni tayyorlab olib chiqdim. Rahmat. Assalomu alaykum oyijon. Voy, va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Onajonim, men ta'tilga chiqdim. Juda yaxshi-da. Ertalabdan Zominga ketamiz. Maza qilib tog'da, toza havoda dam olib kelamiz oyijon. Zo'r ish bo'pti-ku, qanday yaxshi. Bir hafta. Yaxshi ish bo'pti, zo'r bo'pti. Ertalabdan Xudo xolisa Zominga. Bo'ldi, bolam. Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Adasi, hozir oyjon. Mayli, qaravering, bola, qarang. Oyimlarni ham o'zimiz bilan birga olaylik. O'zi 3 kishiga joy band qilganman bir haftaga. Mayli, oyingni keyin safar olib boramiz, bo'ladimi? Birgalikda borib kelamiz. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zafaron Prem Hotel mehmonxonasiga xush kelibsiz. Marhamat qilsangiz, sizga xonalaringiz tayyor. Bizni belboyimiz sizga xonalarni ko'rsatib qo'yadi. Bunaqada birinchi ovqatlanib oladi ona. Ularimiz bular olib chiqaversin, ha? Rahmat. Havosini qara, tozaligini, chiroyli go'zalligini qara. Yoqdimi sizga? Voy, juda yoqdi-da bolam. Baraka topgin jonim bolam. Oyi, Yaxshi keldinglarmi? yaxshi. Siz bu yerdan nima qilasiz? Qizalog'im, senga syurpriz qilmoqchi bo'ldik. O'g'lim meni kecha olib kelganlar. Yo'q, adasi, nima menga aytmadingiz? Assalomu alaykum. Voy, va alaykum assalom, keling bolajonim. Yaxshi yuribsizmi? Rahmat. Yuring ichkariga. Mayli, onajon. Shoshib turuvdim. Mahallangiz kelganida sizni bir ko'ray dedim-da. Voy, bolajon. Onajon, sizga zafaron olib keldim. Nima ekan bu? Juda ham shifobaxsh giyohlardan tayyorlangan, novoti bor, asali bor, choylari bor. Maza qilib ichasiz. Yosharasiz, asablaringizga juda ham foydali. Eng muhimi, yuzlaringiz tiniq bo'lib turadi. Yosh bo'lib yurasiz, onajon. Voy, baraka toping. Mayli, onajon, men ketdim. Voy, o'tirsangiz bo'lar. Mayli, xudo xolisa bemalol kelaman. Oyijon, Voy, keling bolam. assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz bolam? Yaxshi Rahmat. o'tiribman. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Ha, Yaxshi o'tiribsizmi? rahmat. Rahmat. Sizga issiqdan shashlik olib keldim. Voy bolajonim, har doim shunaqa odamni xijolat qilib, tez xabar olib turasiz, har doim manda. Onajon, siz ham meni o'z onam deysiz. Rahmat, o'rgilay sizdan. Gapga borib turibsizmi, oyijon? Ha, borib turibman. Mana bu 2 oylik gap pulingiz, onajon, oling. Voy bolajonim, xijolat qilasiz. Umuman xijolat bo'lmang. Keyingi 2 oydan keyin yana beraman, xo'pmi? O'g'lim yo'q deb xafa bo'lmasam ham bo'ladi. Siz meni o'g'lim deysiz. Ilohim tan jonli sog' bo'lib, qizim bilan qo'sha qarang. Adasi, rahmat, sizga juda ham xursand bo'ldim. Avvalambor senga rahmat. Juda ham onamga mehribonsan. Har doim onamni shuni qadrlaysan. Boring shu. Sizni ham boringizga shukr. Shundoq qizni tarbiyalab, menga berganingizga katta rahmat, opa. Voy xudojon, shundoq mehribon, oqibatli o'g'ilni voyaga yetkazib, menga o'g'il qilib berganingizga sizga rahmat. Voy bolajonlarim, Ilohim baxtli bo'linglar.